oy, tinchlikmi? Ha bolam, endi boymiz. Qanaqadir shoudan 50 million pul yutyapman. Qanday rasmini tashlaysiz dedi. Hozir pulni tashlab yuborishadi. Ha keladi. Ichida qancha pul bor edi? Asinining kontrakti 12 million. Endi o'sha pul yo'q oyi. Bunaqa sodda bo'lmaydi. Kel endi, alo. Bankdan? Bankdan ha, hozir pulimizni oldirib qo'ydik-a. Qaytarib berasizlarmi? Kodni torish kerak ekan. 17 23 41. Ha, bo'ldi, qaytarib berar ekan hozir. Umid aka, necha pul bor edi kartangizda? 6 million. Endi o'sha pul yo'q. Bo'ldi. Boshqa bu yog'iga sodda bo'lmaylik, aldanmaylik. Men Instagramda pulli gap degan kanal topib oldim. Shu yerda moliyaviy savodxonlik bo'yicha maslahatlar berishar ekan. Shunaqa holatlarga tushmaslik uchun ham kuzatib borganimizda ancha narsa o'rgangan bo'lardik. Pul ishlatishni ham o'rganardik. To'ppa to'g'ri aytasan. Nima dedi Zoya? Oyi? Bolam, tekinga Telegram premium oldim. Telefoningizga kimning kartasi ulangandi? Kelinni? 20 million puli bor edi. Endi o'sha Pul yo'q. Voy, sho'rim qursin. C'est quoi la plaque, Marisol, ça décoiffe. La côté de la plaque.